279 million so'mlik mashinani foizsiz olish mumkinmi? Keling buni birgalikda raqamlar bilan hisoblab chiqamiz. Haval Sergeli yangi shart e'lon qildi. U bo'yicha 35 ga 35, 0% ga teng. Ya'ni bu nima degani? 35% boshlang'ich to'lov, 35 oy muddatli to'lov davri, 0% butun muddat davomida ustama yo'q. Stavka keyin ham yoqilmaydi, oxirigacha 0 bo'lib qoladi. Mexanikasini Haval Jolion avtomobilda ko'rib chiqamiz. Narxi 279 million 900 so'm bo'lgan avtomobilda. 35% boshlang'ich to'lov 98 million so'm. Qolgani 182 millioni 35 oyga bo'linadi. Ya'ni oylik to'lov bunda 5 million 200 ming so'mni tashkil etadi. Va bu summa birinchi oydan oxirgi oygacha o'zgarmaydi. 35 oy davomida jami to'laganingizni qo'shsangiz, mashinaning narxidan 1 so'm ham ortiq chiqmaydi. Foizsiz muddatli to'lovning mohiyati shu. Endi ochiq gaplashamiz. Rasmiylashtirishda boshlang'ich to'lovdan tashqari sug'urta alohida to'lanadi. Bu yashirin komissiya emas, alohida xarajat qatori summasi komplektatsiyasiga bog'liq. 35-35 aksiyasi faqat Haval Jolionga taalluqli, lekin boshqa avtomobillar bilan 35 million foyda, ya'ni arzonroq narxga xarid qilishingiz mumkin. Shart 1-sentyabrgacha amal qiladi. Uning uchun siz Haval Sergeliga tashrif buyurishingiz mumkin yoki ekrandagi raqamlar orqali qo'ng'iroq qilib bog'lanishingiz mumkin.